15 fevral Cenevada Birleşken Devletler Teşkilatı İqtisadi, İctimai ve Medeniyet Hukuku Komitetining 73. navbatlik yig'inida Xitoyning Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kong ve Omandagi iqtisodiy tengsizlik, ijtimoiy adolat, ma'rif ve medeniyet huquqi qatorliq sohalarda qilayotgan jinoyatlari kun tartibga keltirildi. Yig'inda Xitoy vakillaridan mazkur masalalar haqida uchur va tushuncha berish talab qilingan. Egilnishicha, Xitoy yig'iniga xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun Xitoy birliksa bo'limi qatorliq ko'plagan organ, ministerliklarning xodimlaridan tashkillangan ko'p kishilik bir o'makni yevatgan. Yig'in davomida Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligida Yevropa davlatlari, Turkiya, Qozog'iston qatorliq davlatlardan kelgan Uyg'urlar va lager shohidlarining qatnashishi bilan mazkur yig'in binosi oldida Xitoyning jinoyatlarini fosh qiladigan surat ko'rgazmasi va birlashma norozilik namoyishi o'tkazilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi Turkiyaning har qaysi televiziya kanallarida yer tavrashda ofat kuchirganlarga atab tashkillangan bir qalb iyoni faoliyatiga Turkiyadagi Sharq Turkiston xalqiga vakolatan 1 million lira iyoni qilgan va 7 million lira qimmatida qutqizish, yordam buyumlari yetkazishga va'da qilgan. 15 fevral Turkiyadagi ko'plagan televiziya va radio kanallari birlikda safarbarlikka kelib, ofat rayonlari uchun bir qalb iyoni to'plash faoliyati o'tkazgan edi. Shuning bilan birga Uyg'ur fidoyilarining ofat rayonidagi xalqni har kuni necha ming kishilik polov bilan ta'minlashi olqishga erishmoqda. Amerika Kengash palatasida Amerika havo bo'shlig'ida bayqalgan va Amerika armiyasi tomonidan 4 fevral etib tushirilgan jasus shar voqeasi sababli Xitoyni ayblaydigan ikki qarorni birdek ma'qulladi. Xitoyning jasus shar voqeasi bilan ayblangan mushuninga o'xshash qaror 9 fevral Davlat Majlisining Avom palatasida birdek ma'qullangan edi. Alma şirketining asosli qurashtirish hamrohi Foxconn iPhone ishlab chiqarishni Xitoydan yiroqlashtirayotganligining belgisi sifatida Vyetnamda yangi cho'ng zavod qurganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, Foxconn Vyetnamning Baguiyang o'lkasida bir sanoat bog'chasidagi 45 gektar yerni 62 million 500 ming dollarga ijara to'xtami imzolagan. Bu zavodning tijorat ehtiyojini qondirish va ishlab chiqarish iqtidorini oshirish va 30 ming ishchi qabul qilishdan umid bor ekan. Xitoy doiralari Tayvanga qurol setish sababidan Amerikaning ichki davlat mudofaa shirkatiga import-eksport cheklamasi qo'yganligini e'lon qildi. Xitoy Savdo ministrligi Amerikaning Lockheed Martin va Raytheondan iborat ishga boshqarilgan bomba va mudofaa shirkatlarining ishonchsiz tashkilotlar tizimligiga kirgizilganligini e'lon qildi. İsrail parlamenti terrorlik jinoyati bilan qo'lga olingan İsrail fuqarosi bo'lgan falastinliklarning agar ularning harakatini qo'llash uchun Falastin hukumatidan pul topshirib olsa, ularning fuqarolik salohiyatini bekor qilishga ruxsat qiladigan qonun loyihasini tasdiqladi. Tasdiqlangan qonunga asosan bu kishilar Falastin hukumatidan yoki chet el tashkiloti orqali bevosita iqtisodiy yordamga erishsa, ular fuqarolik huquqi va turish huquqidan voz kechgan deb qaraladi.